Assalomu alaykum hurmatli tinglovchilar. Bu yana men Temurxon. Bugun men 3-hikoyam bilan sizlarning qimmatli vaqtingizni o'g'irlayman. Hurmatli tinglovchilar, chiroqlarni o'chiring, eshikni qulflab oling. Quloqchin, ya'ni naushniklarni taqib, o'rningizga yaxshilab joylashib oling. Esingizda bo'lsin, sizga hech kim xalaqit qilmasligi kerak. Hikoyadan chalg'ib qolmasligingiz kerak. Xo'sh, hurmatli tinglovchi, yuragingiz tez urishga tayyor turgan bo'lsa, unda biz boshladik. Yo'q. Iltimos. Rayan tinmay eshigini tirmayapti. Birdaniga Rayanning xonasidan kuchli nara ovozi yangradi. Bu dahshat, judayam dahshat. Ammo men uydan chiqmasligim kerak. Soat 21:00. Uyning birinchi qavatida divanda o'tiribman. U endi eshikni ochishimni iltimos qilyapti. Tinmay eshikni tirnayapti. Yo'q. U endi qo'pol muomala qila boshladi. U meni qo'rqityapti. Eshikni ochishimni talab qilyapti. Uning ovozi ham o'zgarib boryapti. Men esa quloqlarimni berkitgancha birinchi qavatdagi mehmonxonada divanda o'tiribman. Soat ham 21:25. Endi Rayanning xonasidan yig'i ovoz kelsa, men o'tirgan xonaning qorong'u burchagidan past ovozda kulgu ovoz kelyapti. Men qo'rqyapman. Nima qilay? Ko'lingizlarga qo'ng'iroq qilaymi yoki uyni? Judayam qo'rqib ketgan taqdiringizda ham uyni tark etmang. O'rmon uydan 100 barobar xatarliroq. Yo'q, bo'lmaydi. Qochib ketolmayman. O'rmon ham xavfli deyilgan. Hammasiga o'zim aybdorman. Eslatmani avvalroq o'qib chiqishim kerak edi. Agar ulgursangiz uydagi hamma chiroqlarni yoqib chiqing. Chiroqlarni yoqib chiqing degandi. Yoqib chiqaman-da, o'rnimdan turdim va uydagi chiroqlarni yoqib chiqa boshladim. 3-qavatga ko'tarilayotgan chog'im taqqa to'xtadim. Soatga qaradim. 21:35. Soat 21:30dan keyin uyni qayerida qorong'u bo'lsa, o'sha yerga umuman qadam bosmang. 3-qavatdagi yo'lak qop-qorong'u edi. Soat esa 21:36. Yo'q, men bu qorong'u yo'lakka qadam bosmayman. Hey! Yo'lakdan g'alati shivirlash eshitildi. Yonimga kel. Qarshimdagi qorong'u yo'lakdan g'alati shivirlash tezlik bilan men tomon yaqinlashib kela boshladi. Oyoqlarim qaltirab birinchi qavatga chopdim. Bu orada soat ham 21:45 bo'lib qoldi. Endi meni burchaklardan shivirlashganicha kimdirlar chaqirishyapti. Men bilan gaplashishga urinishyapti. Men bu ovozlarni eshitishni xohlamayman. Yana quloqlarimni yopib oldim. Qorong'u burchakka termilib o'tiribman. Goh-gohida uyning zulmatli burchaklaridan dahshatli qo'l kaftlar ko'rinar. Meni esa yuragim qinidan chiqib ketay derdi. Biroz muddatdan so'ng yerto'lada gupur-gupur qadam ovozlari yangray boshladi. Bu ovozlar borgan sari kuchayib, borgan sari ko'payib boraverdi. Bu qanaqasi bo'ldi? Xuddi bu uyni yerto'lasi odamga to'lib ketgandek edi. Ilhoq bo'lmang. Toki o'zingiz yerto'laga tushmaguningizcha, ular sizning oldingizga chiqisha olmaydi. Demak, yerto'laga tushmasam, ular ham oldimga kelisha olmaydi. Biroz kutdim. Ammo bu ovozlar tinay demasdi. Menda esa bir savol. Yerto'lada nimalar bo'layapti? Qiziqishim borgan sari ortib boraverdi. Baribir eshikni ochmayman-ku deya
yerto'laga olib uchuvchi zina oldiga kelib diqqat bilan pastga qarab turdim. Haligacha qadam ovozlari yangrayapti. Sekin pastga tushdim. Eshik oldiga kelib diqqat bilan quloq tutdim. Ha, ovozlar kelyapti. Shunda yerto'la eshigi sekin ochilib ketdi. Qarasam, yerto'la eshigi tutqasini ushlab turganimda eshikni ochib yuborgan ekanman. Ochig'i qo'rqib ketdim. Qadam ovozlari birdan to'xtadi. Bir necha soniyadan so'ng birdaniga ko'pirlaganicha qadam ovozlari eshik tomon yopirilib kela boshladi. Tomim ketib qolay dedi. Darhol eshikni yopdim va qulfladim. Yerto'ladagilar esa eshikka kuchli zarbalar berishar edi. Nazarimda hozir ular eshikni sindirib ustimga yopirilib kelib, meni burda qilib tashlaydigandek tuyulib ketdi. Darhol yuqoriga chopdim. Qattiq qo'rquv va shok ta'sirida bo'lganligim uchun oshxonaga borib muzdek suv ichib oldim. Keyin yana birinchi qavatdagi mehmonxonaga qaytdim. Divanga borib o'tirdim. Rayaning xonasidagi ovozlar to'xtadi. Burchaklardagi ovozlar ham. Birdan kuchli momaqaldiroq gumburladi. Bu uydagi sukunatni buzib yuborgandi. Tashqarida chelaklab yomg'ir yog'ardi. Men esa bu dahshatlardan chalg'ish maqsadida deraza oldiga keldim va derazani ochib tashqarini kuzatib turdim. Ammo mening ortimda sezilmas darajada qandaydir voqealar, hodisalar yuz bera boshladi. Kulgi, yig'i ovozlari, pichirlashlar. Biroz vaqtdan so'ng tepa qavatda kimdir yugurib yurganini aniq eshitdim. Va tezda tepaga olib chiquvchi zinaga qaradim. Keyin qo'l soatimga qaradim. Soat 23:00. Tepa qavatda kimnidir yugurib yurganini eshitishingiz mumkin. Bu paytda birinchi qavatdan aslo nari chiqmang. Soat 23:33. Kimdir tepa qavatda yugurib yuribdi. Bu Rayan emasmiki? Qo'rqqanimdan divanda zinaga termulganicha o'tirib qoldim. Ammo ana xolos o'sha qadam egasi zinadan pastga tushib kelyapti. Qo'rquvdan tanam muzlab ketdi. Jon jahdim bilan yuvinish xonasiga yugurdim. Ichkariga kirib eshikni qulflab oldim. U eshik ortiga yetib keldi va o'zini meni yaqin do'stim qilib tanishtirib, eshikni ochishimni talab qila boshladi. U yaqin do'stim Antonning ovozi bilan gapirayotgandi. Yo'q, nima bo'lganda ham eshikni ochmasligim kerak. Birozdan so'ng u ketdi. U ketganidan so'ng ham biroz kutib turdim va sekin eshikni ochdim. Hech kim yo'q. Yana mehmonxonaga qaytdim. Men sizlarga aytsam, avvaldan bunaqa hodisalar bo'lishini bilganimda aslo Rayanga enaga bo'lishga rozi bo'lmasdim. Yana momaqaldiroq ovozi. Soat esa tungi 12:06. Endi birinchi qavatni tark etishim kerak. Aks holda meni xayolimga ham kelmagan hodisalar yuz berishi mumkin. Tepaga ko'tarilayotganda birdan to'xtadim. Birinchi qavatdan ketishdan oldin muzlatgichdan xom go'sht va bir stakan sut oling. Esim bo'lsin. Go'sht va sutni olishni unutibman-ku. Sekin oshxona tomonga bordim. Eshik oldiga kelib eshikni ochdim. Muzlatgichdan xom go'sht va bir stakan sut olayotganimda birinchi qavatdagi hamma chiroqlar o'chib qoldi. Ana endi men qo'rqdim. Men turgan xonada ham shivirlashlar, kulgi ovozlari eshitilib, tobora men tomon yaqinlashib kela boshladi. Yuragim qinidan chiqib ketay dedi. Ikkinchi qavatga olib boruvchi zinadan taralayotgan chiroq yog'dusini ko'rib turardim. Jon jahdim bilan yugurib ketdim. Haligi ovozlar zinani boshlanishigacha ortimdan ta'qib etib keldi. Keyin to'xtashdi. Sababi zinaning yuqorisi yorug' edi. Sekin yuqoriga ko'tarildim. Ikkinchi qavat ham yorug' va Rayanning xonasi ham aynan ushbu qavatda. Bu qavatdan ham ko'tarildim va 3-qavatga ko'tarilib tezda chiroqni yoqdim. Yo'lak yorishdi. Barcha xonalarni berkitib, yo'lakcha o'rtasiga go'sht va sutni, varoqchaga haligi yozuvni yozib o'sha yerda qoldirdim. Va o'zim 3-qavat mehmonxonasiga bordim. Hali ham yomg'ir yog'yapti. Birozdan so'ng uxlab qolibman. Ammo tun yarimda uyg'onib ketdim. Negaki
Mening orqa tomonimdagi xona burchagida kimdir yoki nimadir chapillatib narsa yeyayotganini eshitdim. Agar tunda uxlayotganingizda xonangiz burchagida kimdir chapillatib narsa yeyayotganini eshitsangiz, iloji boricha unga qaramaslikka harakat qiling. O'zing panohingda asra. Shundoq ortimda kimdir nimanidir chapillatib yeyapti. Rayan xonasida bo'lsa, unda burchakdagi kim qanday qilib unga qaramaslik mumkin? Qanday? Sekin ko'zimni cheti bilan unga qarashga harakat qildim. Burchak qop-qorong'u bo'lgani uchun u ko'rinmadi, ammo ikkita sap-sariq ko'zlarini yeyotgan narsasidan uzib sekin to'g'riga, ya'ni menga tikilib qaradi. Yuragim muzlab, tanam bo'shashib ketdi. U qattiq irriladi, xuddi qarama menga deganday. Darhol yuzimni burdim. Bunga ortiq chidolmayman. Ertalabgacha chidolmayman. Men uxlashim kerak. Ha, uxlashim kerak. deya yana joyimga yotib uxlashga harakat qildim. U esa yemishini yeyish bilan band. 15 daqiqa deganda sekin-sekin ko'zlarim ilina boshladi va yana arang uyquga ketdim. Uxlaganimga yarim soat bo'lgani yo'q. 3-qavatdagi xonalarning birida uy telefoni ovozi jarangladi. Cho'chib uyg'onib ketdim. Telefon esa tinmay jaranglashda davom etardi. Keyin ovoz tinchib qoldi. Birozdan so'ng yana qo'ng'iroq ovoz jarangladi. Ammo bu galgi qo'ng'iroq yaqin xonalarning biridan kelayotgandi. Keyin yana o'chib qoldi. Keyin yana ham yaqin xonadagi telefon jarangladi. Keyin o'chib qoldi. So'ng yonginamdagi xonadagi telefon jarangladi. Jin bu uyda nimalar bo'lyapti? Ovoz to'xtab qoldi. Endi meni yonimdagi stol ustida o'tirgan uy telefoni jaranglayapti. Agar yarim kechasi 3-qavatdagi va umuman uydagi qo'ng'iroq hattoki 1 soat jaranglasa ham go'shakni zinhor ko'tarmang. Ming la'nat, bu holga yana qanchagacha chidash mumkin? Qo'ng'iroqni olmadim. Uzoq vaqt jaranglab turdi. Momaqaldiroq ovozdan o'zimga keldim. Oradan ozgina vaqt o'tdi. Divanda bu dahshatlar tezroq tugashini Xudodan yolvorib so'rab o'tiribman. Birdan men o'tirgan divanning bosh qismiga nimadir sakrab chiqdi. Va quloqlarim ostida pichirlab nafas ola boshladi. Uning bu nafasi mening ko'nglimni aynitib yubordi. Nafasdan go'sht hidi kelib turardi. Qattiq qo'rqqanimdan qotib o'tirib qoldim. Agar tunda kimdir ortingizda pichirlab nafas olsa, umuman ortingizga o'girilib qaramang. O'girilib qarasam, u meni burdalab tashlaydi. Qaramay desam, bu badbo'y nafas egasi kim ekanligiga qiziqardi. Yo'q, hozir uning kim ekanligi muhim emas. Meni hayotim muhimroq. Bir necha soniyadan so'ng u divandan sakrab tushdi va ketdi. Uni ketganidan shunaqangi xursand bo'ldimki, umrimda bunchalik quvonmagan bo'lsam kerak. Endi hammasi tugadi. Ha, tugadi. Hamma yoq jimjit, faqat tashqarida yomg'ir ovozi eshitilardi. O'rnimdan turdim va sekin deraza oldiga keldim. Hammasi tugadi. 15 daqiqalardan so'ng men turgan deraza yonidagi burchakdan itning irrilagani eshitildi. Yuragim shuv etib tushib ketgandek bo'ldi. Sekin ko'zimni cheti bilan burchakka qaradim. Burchak qop-qorong'u edi, ammo o'sha qorong'ulikda qandaydir it irillab turardi. U sekin devor yoqalab yurib kela boshladi. Eng dahshati, u qadam bosgan joy zulmatga g'arq bo'layotgandi. Birdan momaqaldiroq gumburlab chaqmoq chaqqanida it yashirinib turgan zulmatni yoritib yubordi. Men bu itni ko'rib baqirib yubordim. Bu baqirishimdan u menga qarab qattiq irilladi, xuddi qarama menga degandek edi. Uning ko'rinishi dahshatli edi, tanasida bironta ham tuk yo'q, ammo qop-qora quloqlari katta, ko'zlari esa sap-sariq, odamning yuragini tilkapora qilib tashlaydiganday dahshat berardi. Men uni ko'rdim. Ko'rishim mumkin bo'lmagan maxluqotni ko'rdim. Men baqirganimdan so'ng uyda yana dahshatli ovozlar yangray boshladi. Kulishlar, pichirlashlar, yig'lashlar.
Telefon qadam ovozlari yangray boshladi. Haligi it esa sekin men tomon qadam bosib kela boshladi. Ana endi men tamom bo'ldim. Men endi eshik tomon otildim va yo'lak bo'lib yugurib qocha boshladim. U esa ortimdan yugurib kelar, o'zi kelmay zulmatni ham o'zi bilan boshlab chuqurlab kelardi. Men zinadan ikkinchi qavatga tushdim va yana pastladim. Birinchi qavatga tushdim. U esa ortimdan quvlashda davom etardi. Men chiqish eshigi oldiga kelib to'xtadim. Eshikni ochmoqchi edim, ammo ming la'nat kalit eslatmalar varog'i yonida qolibdi-ku. Eslatma varog'lari esa birinchi qavatdagi mehmonxonada edi. U yer esa qop-qorong'u, zulmat va o'sha mehmonxonadan dahshatli ovozlar yangrayotgandi. U zinadan tushib kelarkan, men ikkinchi zinadan yuqoriga, ikkinchi qavatga ko'tarildim va yo'lakka yuz tomon yiqilib tushdim. Endi u it narigi zinadan ko'tarilib kela boshladi. Men turgan yo'lak burchagiga ham qorong'ulasha boshladi. Eng dahshati, meni quloqlarim ostida o'sha tanish badbo'y nafas ovozi kela boshladi. Jon jahdim bilan undan nari qochdim. Yo'lakda yugurib ketarkanman, u ortimdan yurib kela boshladi. La'nat bo'lsin, qarshimda ham zulmat paydo bo'ldi. O'sha it qarshimdan chiqdi, ortimdan esa haligi maxluq. Men turgan yerda esa Rayanning xonasi, ortimda esa devor. Men tuzoqqa tushdim. Ikkala tomonimdan qandaydir maxluqlar kelayotgani yetmagandek qarshimdagi eshik taqilladi va Warren, iltimos eshikni oching. Bu yerda kimdir bor. deya Rayan yig'i aralash gapira boshladi. U tezroq eshikni ochishimni so'ray boshladi. Yo'q, endi u baqirganicha eshikni ochishimni talab qila boshladi. Qo'rqqanimdan ortimdagi devorga sukalib o'tirib qoldim. Ikkala tomonimdagi zulmat ichidagi maxluqlar meni yonimda to'xtashdi. Rayan do'rillagan ovozda eshikni tepib ura boshladi. Nazarimda hozir eshik buzilib, uchalasi meni bo'laklab tashlaydigandek tuyula boshladi. Uyni esa dahshatli ovozlar tutib ketdi. Men esa qattiq qo'rquv natijasida hushimdan ketdim. Ertalab Collinslar kelib meni yo'lakda hushsiz yotganimni ko'rishdi va meni hushimga keltirishdi. Bo'lib o'tgan voqealarni ularga aytdim. Keyin esa tezroq bu uydan daf bo'lish uchun keragidan ortiq pul oldim-da, uyga jo'nadim. Uyga ham yetib keldim. Bo'lib o'tgan voqealarni eslamaslik uchun uyqudori ichdim. Ko'zlarim ilina boshladi va men uxlab qoldim. Shu yotishda tun yarimda uyg'ondim. Irillagan ovozni, Rayanning Warren, eshikni och degan ovozni eshitib uyg'ondim. Qo'rqqanimdan chiroqni yoqdim. Hamma yoq jimjit. Yana joyimga o'tirdim. Jin ursin. Bu dahshatlar miyamning tub-tubiga joylashib olganligidan tushlarimda ham uni ko'raman, quloqlarimga ham uning ovozi eshitilardi. Bu hol uzoq davom etmaydi deb umid qilaman.